Chaqaloqlarda bizda qilishning imkoni yo'q. Yana bir qiziq savolga javob bermoqchiman. Bemorimiz bizga chaqaloqlarda aritmiya kuzatilsa, operatsiya qilinsa bo'ladimi deb savol berishibdi. Demak, o'zi aritmiyalarni ikki guruhga ajratsak bo'ladi. Operatsiya bilan davolanadigan aritmiyalar bor, operatsiya bilan davolanmaydigan aritmiyalar bor. Agarda faraz qiling, chaqaloqlar tug'ilganda 2-3 kunligida yoki 2-3 oyligida operatsiya qilinadigan aritmiya bezovta qilsa, bu aritmiyani bizning sharoitimizda demak davolash mushkulroq. Nimaga mushkulroq? Chunki biz radiochastotali ablatsiya amaliyotini maxsus uskunalarda qilamiz. Mana bunaqa demak bizning elektrodlarimiz bor. Bu faqat bitta elektrod. Bunaqa elektroddan biz bir paytning o'zida, ya'ni bitta operatsiyada ikkita uchtagacha ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ikkita uchtasi yurakning ichiga kiradi. Bu elektrodlarni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bular aqlli elektrod hisoblanadi. Ya'ni bu elektrodlar biz xohlagan paytda buni buka olamiz, xohlagan paytda ochamiz. Shu orqali yurakning ichidan aritmiya o'chog'ini topamiz. Demak, bu funksiyani bajarish uchun ichida demak maxsus simi, qattiq simi o'tgan bo'ladi. Ya'ni bu yoqdan biza boshqarishimiz uchun. Bundan tashqari, mana bu orqasidan biz elektrod qizib ketmasligi uchun suv ulab qo'yamiz. Ya'ni elektrodning uchidan suv chiqadi. Suv yurishi uchun ham maxsus shlangga o'xshagan demak ingichka shlangi bo'ladi. O'sha narsa ham demak buni ichida turishi kerak. Shu uchun elektrodlarning hajmi qancha demak ingichkalashib borsa, elektrodlar beso'naqay bo'lib ketadi. Ya'ni juda yumshoq bo'ladi, aytilgan joyga yetib bormaydi. Praktikamda bo'lgan, demak biz обычно 7 frenchli elektrodda ishlaymiz. Bu 7 french 2-3 mm. Bu juda bir ingichka aslida hisoblanadi, lekin bu bola uchun kattalik qiladi. Ya'ni bu simni bolaning yuragigacha olib borishimiz uchun, demak bu sim yuradigan biza birinchi kanal qo'yishimiz kerak tomiriga. Bolaning tomirlari juda ingichka bo'ladi. Ya'ni bitta joydan ikkita narsani olib kirishning imkoni yo'q. Shuning uchun ikkita oyoqda ishlaydi, bo'yin teshilishi mumkin. Yuragida demak bu elektrodlar qattiqligi uchun yurakni shikastlantirib qo'yishimiz mumkin. Lekin bizada 5 frenchli, ya'ni 1,6 mm ingichkalikdagi elektrodlar ham mavjud. Bu elektrodda men ishlaganman, 15 kiloli bolani operatsiya qilganman. Lekin ishoning, bu elektrod juda yumshoq elektrod. Bu nima degani? Yurakni boradigan joyingizni bilasiz, lekin bu yumshoqligi uchun o'sha joyga yetib bora olmaysiz. Chunki yurak doim qisqarib turadi. Bu yumshoq elektrodlar sizni aytganingizni qilmaydi. Natijada operatsiya vaqti cho'zilib ketadi. Operatsiya vaqti cho'zilsa, bu ham xirurgga, ham kasalga minus. Shu uchun demak biz operatsiyaga asosan operatsiyaga agarda bolani taxikardiya haddan tashqari ko'p bezovta qiladigan bo'lsa, 14-15 kilolik bo'lgandan keyin operatsiyaga olaman. Rejali operatsiyalarni 30 kilodan yuqori bolalarda bajaramiz. Chaqaloqlarda bizda qilishning imkoni yo'q.